Assalomu alaykum hurmatli Nuriddinov kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Haftaning yakshanba kuni bugungi chizmamiz 29-iyun hurmatli obunachilar. Zangiz tuman Nazarbiy mol bozoriga kelamiz. Xudo xolisi bugungi bozordagi ahvolni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgandan boshlaymiz. 15 million 500 ming so'mga mana shu qocha ertalabdan baraka bo'ladi. O'zgacha 15 million 500 ming so'mga hurmatli obunachilar. Xorbek aka, assalomu alaykum. Necha million aka bularga? 15 milliondan kam. Ikkalasiga 15 mi, uchalasiga? Kiloga 15 million. Mana hurmatli obunachilar, jaydari buqachalar narxlariga 15 million so'mdan kami bor deyapti. Aka, men kichkiniki qancha? 13 million. Buni 13 million so'm. Aka, mana shu ikkitasini bozor necha pul qo'ysiz bo'lmasa? 25,5 bermay tursiz. Hurmatli obunachilar, ikkita buqachani 25 million 500 ming so'm narx qildi, berishmabdi. Aka, men kichkina krasotganicha 10,5 million so'm. Mana janob, 10,5 million so'mga hurmatli obunachilar mana shuni berishmabdi. Uchalasi ham buqacha. Mana buni qaranglar. Voy jonivor, jonivor. Xorbek aka, assalomu alaykum. Siz necha pul ekan bunga? 15 kam. Ana hurmatli obunachilar, narxiga 15 million so'm kam bor deb jonivorni qaranglar. Mol kalta narsa emas. Mana sizlarga orqa tomoni. Bichimi zo'r, ko'z tegmasin. Bozor qancha qilyapti? 13,5. Bermayapti 13,5 million so'm. Hurmatli obunachilar, 13,5 million so'mga bermay turgan ekanlar. Qancha bo'lsa sotamiz buni? 13,5 ming so'm sotamiz. Telefon nomeringiz aka? 97 lik. 759 89 83. Hurmatli obunachilar, ustiga chiqib so'rasa sotamiz deyapti mana shu. Kimga ma'qul kelsa biroz hozirgi nomerga aloqaga chiqaverasiz. Assalomu alaykum. Aka, so'rasiz necha pul aka bularga? 14 million so'mdan mana. Ikkalasi ham buqachami aka? 14 million so'mdan kam bor deyapti. Buqachalar hurmatli obunachilar. Aka, bularni bozor qancha qilyapti? Eng uzog'i necha pulgacha qildi aka? Necha pulga? 12 dan bermaysiz, 24 million so'm. 12 million so'mdan 24 million so'mga hurmatli obunachilar mana shuni berishmabdi ikkitasini. Jonivor boqmalar qarang. Bular 13 ta bor. Ya, men 13 qilyapti, qarga 12 qilyapti, oq 12. Bularni o'shanda 12 dan qilyapti dedingiz, to'g'rimi? 13 qilyapti. Buni 13 qilyapti. 13 qo'ygan ekan, bularni 13 million so'm narx qilibdi hurmatli obunachilar. Bozor mana bularni 12 million so'mdan narx qilishdi. Qaranglar jonim, boqma deydi jonivorlar. Bittasi ola, bittasi qora deganda mana. Mana buni qancha qildingiz? Esliroqini oldin 15 qilyapti. Mana qochib qo'yish, ikkita boshqa qo'yib. Hurmatli obunachilar, mana bunisini bo'lsa 15 million so'm narx qo'ygan ekan, bermay turgan ekanlar shu. Qaranglar, jonivorlar. Biri-biridan o'taman deydi. Mana sizlar. Ochli 391 0622. Hurmatli obunachilar, mana sizlar ustiga chiqib so'rasanglar sotamiz deyishyapti. Xudo xolisa mana. Shunaqa mayda buzoqlar kerak bo'lsa hozirgi nomerga telefon qo'yasiz. Hurmatli obunachilar, qachon qarayman mana sizlarga. Ola variant. 16 million 700 ming so'm narx qo'ygan ekan hurmatli obunachilar, bozor mana shu. 16 million so'm 700 ming so'm. Bermay turishgan ekan. Mana sizlarga. 14 million so'm bozor qancha qilyapti buni? Bermayapti 13 ga. Mana hurmatli obunachilar, narxiga 14 million so'm pul so'rashyapti. Bozor qancha qildisam 13 million so'm narx qildi deyishyapti mana shu. Berishmayapti. Hurmatli obunachilar, narxiga 16 million so'm pul so'rayotgan ekanlar mana shu buzoqga. Bozor 13 million so'm narx qildi, berishmayapti mana shu. 13 million so'm. Obunachilar, g'onasini qaranglar, narxiga 8 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Bozor qancha qilyapti? Bozor bermayapsiz 7,5. Bozor 7,5 million so'm narx qildi, mana shuni berishmabdi hurmatli obunachilar, g'onajon. Do'stlar, mana hurmatli obunachilar, narxiga 16 million so'm kami bor deyishyapti shuni. Mana Bozor qancha qilyapti aka? Bermayapsiz 14 ga.
Mashina 14 million so'mga hurmatli obunachilar. Bermay turgan ekanlar, qaranglar, oqbosh. 14 million so'mga. Obunachilar qo'shiga e'tibor berasiz. Bozor qancha qilsam 13 million so'm narxda berishmabdi mashina. 13 million so'mga. Mana sizlarga. Lekin janor bichimi chiroyli ekan o'zi. Mashina narxiga 12 million so'm so'rashayotgan ekansiz bu qo'shiga. 12 million so'm. Bozor qancha qilyapsam 10 million so'm narxi kerak. Bozor 10 million so'm. Nuriddin O'zkanov. Bozor 10 million so'm narxida mashina berishmadi. Hurmatli obunachilar. Neshbilaka aka, assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilar, narxiga 18 million so'm, turuga bitta e'tibor berasizlar. Bozor qancha qilyapti? 216 bor. Mana 200 ming so'm kam 16 million so'mga hurmatli obunachilar qaranglar. Boqmamiz ham boqma. 200 ming so'm kam 16 million so'mga mana mashina berishmadi. Mana sizlar. Neshbilaka aka, sizniki salom. 16 dan pul so'rayapsiz. Bozor qancha qilyapti aka? Masalan, mana bunisi qancha qildi? Ha, so'da bo'lmadi, bo'ldi, tushundim. Hurmatli obunachilar, hali so'da uncha qilishmadi deyishyapti. Atak narxlariga 16 million so'mdan pul so'rab turgan ekanlar mashinani. Hozir esa hisob berdim o'tasiga. 100 dan pulini hisob berdim. Okey, mana bir nega demasiz? Okey, endi bir-biringizni ko'rayotgan joyingiz yo'q. Eski tomonda yoshlik o'tirgan odam bo'lsiz. Mana nima gap bo'ldi? 90 mingdan 300 so'ng 20 etti bilan okey. 28 oylik tirijoniga 4 oyog'iga okey. Pul bo'lyapti. So'y berdim, taroziga qildim. Sovuq o'tdik 4 kilo ham benzin o'tdik gap bo'ldi. Endi ko'rayotgan joyingiz okey. Alloh xayrli qilsin Mana, naqdini olasiz. Direktga o'rmaydi yana mana. Menga qarang. Mani o'zimni Endi ko'rdim. mayli. Aka. Narxi bilan bo'lyapti. 28 ming estish so'tiga. Rentdan yo'q. Bozor 30 ming. So'yda so'z ketiga. Obunachilar mana ikkitasini 28 million so'mga so'dasi pishmay turibdi hozirda. Ikkalasi ham qo'nadi, jonivor. Boqish shikkarniy bo'lgan ekan mollar. 28 million so'mga mana mana ikkitasini so'dasi pishmay turibdi. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Qanday obunachilar? 1, 2, 3 narxlariga 21 million so'mdan pul so'rashyapti. Mana chiroyligini qarang. Mana chiroyligini qaranglar. Mana bunday qilib kichkina gel, mana sizlarga rezultat. Bozor qancha qilyapti buni? Ha, ikkalasini ichida zo'rini tanlab olib, mana 36 million so'm narxda berishmabdi, hurmatli obunachilar. 36 million so'm. Orqa to'g'ri bo'lsa bo'yasiz mollarimiz. Obunachilar 16 million so'mga mana mashina bermay turish kerak ekan. Mollar qaranglar 16 million so'mga. Yigirma 23 kam bor. Hurmatli obunachilar, narxiga 23 million so'm mana kami bor to'shab turishdi. Qaranglar, ola. Bozor qancha qilyapti aka? 20 million bor. 20 million? Mana bozor 20 million so'm narxda hurmatli obunachilar, mana mashina berilyapti ekan. 20 million so'm. Yerga qarang bu yerga. Pulimni olasizmi yo'qmi? Bering xursandchilik bilan bob bering. Ukalaringiz ishonib turdi qolmami? Bob bering. Okey, rozi bo'lib bering. Aytdim sen. Bermayman. Ha, begona bo'lamanmi? 1 million kamiga. Xursandchilik bilan sotasizmi o'zi? Sotaman. Rozi bo'lib sotasizmi? Mana rozi bo'lib pul beraman. Bob bering, okey? 22 million bo'ldi. Oila o'zingda. Ha? Bermayman. Menga to'g'rimi? Lazga ishonib turdi qolman, okey? Men senga 22,5 millionga bermadim nima? 22 millionga. Aytganingiz ham 22,5 million qilardim, okey? Mana 22 million bo'ldi, bob bering, okey? Shuhradagi qat'iy yo'qmi, okey? Rozi bo'lib soting, roziman. Obunachilar mana mashina 22 million so'mga savdo sotibdi. Mana 22 million so'mga bermay turishdi ularni. Obunachilar molga e'tibor beramiz. Ichidan to'lib chiqadigan variant bo'ladi, mana sizlarga. Narxiga
22 million so'm pul so'rash ekan shu. Molni hamma tomonlama kelgan. Bo'ysiz bo'yi bor, ketirsiz keti bor. Bozor qancha qilyapti bu? Bozor 17,5 million so'm narx tutdi. Moddiy obrachilar mana shuni berib turish kerak. Qo'lani qarang, jon o'g'lim. Sertifikat necha ming qoldi aka? Ha. 95 766 89. Moddiy obrachilar ustiga chiqib so'rasanglar maqtoq qolib sotib olishgan. Obrachilar 23 million 200 ming so'mga mana shu xabariga o'tdi. Boqishga olishib qo'yishdi. 22 million 300 ming so'mga. Obrachilar mana bu qanaqa qaranglar. Narxiga 18,5 million so'm pul so'rash ekan ekan shu. Bozor qancha qilsa 16,5 million so'm narx. Mana shunday. 16,5 million so'mga berishibdi shu. Obrachilar narxiga 20 million so'm pul so'rash ekan ekan mana shu. 20 million so'm. Bozor 16 million so'm narx, 16 million so'm narx qilib berishibdi shu. Obrachilar qarang. Ucharasini bir joyda 46,5 million so'm narx qildi. Bu birinchisi. Mana mana ikkinchisi bu. Shu mana 46,5 million so'mga berilmagan mol ikkinchisi, mana bunisi bo'lsa uchinchisi. Shu uchalasini bir joyda 46,5 million so'm narx qilishga berishmoqchi. O'zlar kattaligini qaranglar janob. Mana sizlarga gibrid narxiga 28 million so'm pul so'rashyapti. Aka bozor qancha qilyapti bu? Qilishyapti bozor. Uzoq qanchagacha qilishdi? Batov 24. Mana sizlarga orqa taraf qo'yadi. 24 million so'mga mana mashina berib turgan ekanlar aka. 24 million so'm. Obunachilar, mana sizlarga Greyford qo'yadi. Narxiga 20 million so'm pul so'rashadi. Janob fermadan chiqqan uni, erkalar. Aka bozor qancha qilyapti buni? 17 million 400 ming so'm narx qildi. Hurmatli obunachilar, mana mashina berishmayapti. 17 million 400 ming so'm. Obunachilar, ikkalasi ham qo'najini to'g'rimi aka? Qo'naji. Qisir. Qisir ekan. Narxi ikkalasini bir joyda 25 million so'm narx so'rashadi. Bir joyda qancha qildi aka bozor? Bozor qancha qildi? 22. O'zlari 25 so'rayaptilar, 22 million so'mga ikkitasini berishmoqchi. Qisir ekan, oddiy obrachilar. Oddiy obrachilar 9 million bu, 11 million so'm mana. Oqbosh. Smetalik ham shu. Mana 9 bozor qancha qilyapti? 7,5. Hey. Oddiy obrachilar bozor 7,5 million so'm narx qildi mana shu. Aka sherigini qancha qilyapti? 9,5, 9. Uzog'i 9,5gacha chiqdi-da. Hatto 9,5 million so'mgacha narx qilishga hurmatli obunachilar berishmoqchi. Obunachilar Nazarbek mol bozori sizlarga pattasi ma'lumot o'rnatib etmoqchiman. Sizlarga Nazarbek mol bozori har haftani har yakshanba kuni bo'lardi. Endi har payshanba va yakshanba kunlari bo'layotgan ekan. Xudo xolisi payshanba kuni afzallik tarafi mol olib kelasizmi, qo'yib olib kelasizmi? Patta puli to'lamas ekan. Mana sizlarga. Imkoniyat deydi. Nechta molingiz bo'lsa olib chiqasiz, hurmatli obunachilar. Olmay aka, assalomu alaykum. Nech pul aka obunachilar? 15 ekan. Aka bozor bir joyda nech pul qildi? 25 million. 25 million so'm. Ham qarang. Obunachilar mana sizlar gullari hurmatli obunachilar. Bozor ikkalasini bir joyda 25 million so'm narx qildi. Hurmatli obunachilar berishmayapti ashlar. Qaranglar. 25 million so'm. Obunachilarni videoga oling degan akam bir dona like bosib qo'yasiz. Olmay aka, assalomu alaykum. Nech puldan aka bularga? 14 million so'mga 15 million so'm ekan. Hurmatli obunachilar, ikkalasi ham qo'nachi. Aka mana bozor qancha qilyapti? 13 qilyapti. 13. Sherigi necha? 12,5. 13 million so'mga 12,5 million so'm. Hurmatli obunachilar, janim sifatni qarang. Olamiz, olaman sizlarga. Olamonlar kerak bo'lsa Nazarbek mol bozori kelaverasiz. Mollarimiz seroq. Bular qisira aka. Janob, bular qisir ekan. Hurmatli obunachilar. Yemlasanglar bu qadar zo'r bes oladigan variantlar. Sizlarga yana qo'nachi. Olmay aka, assalomu alaykum. Nech pul aka? Nech pul? 15. Bozor qancha qilyapti 15 chi? Baqa narxmada bo'ldi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, narxiga 15 million so'm pul so'rayaptilar. Akam endi kelibdilar. Hali narx qilishmadi. Hurmatli obunachilar, qaranglar mana sizlarga. Angusni bo'yni qisirmi?
Angus mana sizlarga qisir variant. 24 million so'mga baraka bo'libdi. Hurmatli obunachilar shu. Ana aka 24 million so'm. Hayat yurtda Mana hurmatli obunachilar 24 million so'mga mana shu qisir baraka bo'libdi. Angus. Bilan boqqas qanaqa ratsionda? Bug'doy, aslında bug'doy, to'g'rimi? Mana sizlarga hurmatli bug'doyda boqsa qanaqa bo'ladi degan savolga mana sizlarga javob. Mol jonivor tuxum bo'lib qo'ygan. Hali bersangiz yana yeygan joyi. Yana oladi o'zi. Mana sizlarga o'nacha bozor 12 million so'mdan pastiga so'ragan, berishmadi. 12 million so'mdan siyla berdi deyishibdi. Tog'am bermayotgan ekan shu. Hurmatli obunachilar 17 million so'mga o'rnashi bu qani bermay turishgan ekan. 17 million so'm. Hurmatli obunachilar mamlani qaranglar jonivor. Ichidan to'lib chiqqan mana. Ana qochadigan payt qochirmagan bo'lsa qaranglar. Bu qadar zo'r bes olgan, nima ham. Buni so'mdan ham zo'r. Bozor 38 million so'm narx qo'ygan ekan, hurmatli. 38 million so'm narx qo'ygan ekan, bermay turishgan ekan. Mana bu yoz savdosi ham bor. Qani yaqinlashtirib. Ben bakkan rahmat. Bu bak. 38 milyon ben şimdi yok. 38 milyon. Elden pasposu etin. Pasması elden. Yok bana bakyan bu etin de okey. 38 milyon. 38 million so'mga o'rnash ikkitasini bermay turishdi qisirlar. Sizlar 100 ming so'm kam 25 million so'mga mana shu xabar ekan. 100 ming so'm kam 25 million. Etti baraka bo'lgan. 28 million 200 ming so'mga hurmatli obunachilar mana shu xabar ekan. 28 million 200 ming so'mga. Obunachilar Shvedga qaraylar. Narxiga 45 million so'm pul so'rash olgan ekan. Taroziga olib chiqdingiz? Taroziga olib chiqdingiz? Qancha keldi? 528. 57 mingdan bermadingiz. 528 kilo ketdi hurmatli obunachilar. 57 ming so'mdan Taroziga mana shular bermay turgan ekanlar ekan. Mana shular Shvedning nomeri deylar. Obunachilar 55 ming so'mdan Taroziga baraka yo'qdi avvallar. 490 kilo ketdi. Mana shular. Begona odam olmagan olganda hurmatli obunachilar. Mana sizlar. Shunaqa buqaylar bo'ladimi? Yetilgan qo'nachilar bo'ladimi? Ovurishadi. Hozir sizlarga nomerlarni olib beraman. 99 358 3484. To'ytepadagi aka mana hozirgi nomerga telefon qurasiz. Aka bu telefon qilasiz turib. Bir dona buqam bor, sotib bering deb. Mana. Xudo xolis mana olmagan nomerlarni oldi. Xonadoningizdan bor, insof bilan olib ketadi. Hurmatli obunachilar, 28,5 million so'mga mana shu xabar ekan. Mana tog'am olibdilar. 28,5 million so'm. Oyog'ida baraka bo'lgan, Taroziga diling teri sotib ko'rishyapti. Şöyle bağlaşmalar. 564 kilo devam olacak. Harika. Qalisa, obunachilar 27 million 360 ming so'mga olasiz xabar ekan. 27 million 360 ming so'm. Qo'ng'ir mana sizlarga. Obunachilar 55 ming so'mdan Taroziga baraka yo'qdi. Ammo Avligol sherigi bor ekan. Ofshik kelasi 1 tonnayu 135 mingga deyishdi. 55 ming so'mdan Taroziga. Sherigini o'zi olib chiqib ketishdi. Assalomu alaykum. Aka qaraqasiz, siz qancha ekan bunga aka? Endi ko'ramiz-da hozir bozorga. Nima olami? Nesh puldan aka narxiga chiqadi?
45 milyon qilyapti. Bozor 45 qilyapti kelasini. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkitasini bozor 45 million so'm narxi o'tgan ekan. Hurmatli obunachilar, 45 million so'm bozor qilgan. Akam necha pul bo'lsa sotamiz, 50 million so'mdan pastga gaplashib beraman, mayli Nuriddin dini. Mana shu ikkitasini hurmatli obunachilar. Aka nomeringizni aytib yuboring. 97lik Aha. 344 344 0306. 0306. Mana shunaqa mollar, g'o'nachilar bo'lsa olasizmi? Bo'ldi. Naqdiga olasiz, varianti yo'q. Eshitdinglar? Pulni naqd ishtirdilar. Mana sizlarga imkoniyat. Uylarda molinglar, qo'yinglar bo'lsa, telefon qo'rasiz, sotiladi. Obunachilar, 3-chi qorni bolasi erkak, narxiga 55 million so'm kami bor deyapti. Aka nechta sutga garantiya beradi? 30 litr sutga hurmatli obunachilar garantiya beramiz deyapti. Mana sizlarga. Bunisiga 40 million dedingizmi? Narxiga 40 million so'mga. Nechinchi qorni bolasi? 3-chi erkak urg'ochi. Bolasi urg'ochi, 3-chi qorni bolasi. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga bor. Buni nechtaga berasiz? 23 taga 23 litrga garantiyasi bor ekan, bolasidan tashqari hurmatli obunachilar. Aka, buni bozor qancha qilyapti? Bozor. 42 million so'mga buni bermaysiz. Janob Rossiyskiy deyman-da, mol qo'ymaslari bala aka. Mana bolani lekin ko'z temas, zo'r berib. Siminta. Mashina ham o'zi 1000 dollardan oshadi, agar Alloh taolo bilsa. Necha nomer qo'yamiz aka? Telefon nomeri necha nomer qo'yamiz? 94lik. 669 4699. Aka, mana buni bo'lish qanchaga berib yuborasiz mana buni? Mana buni bo'lishini qanchaga berib yuborasiz? Ha. Kelishamiz. Sizlar Signal o'tib beramiz. bormi aka bunaqa yana? Bundan ona bolalar bormi? Hurmatli obunachilar, kimga shu ona bola, bo'g'oz kerak bo'lsa, mana hozirgi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Akada mol bor ekan. O'z temasi bugun bozorimizda mol seroq, yaxshi tushgan sizga. Obunachilar, narxiga 24 million so'm, bolasi bu qancha? Nechinchi qorinda bolasi? Bola 3-chi qorini bor. Onani mana qaranglar, jonivor. Bakketga e'tibor berib qo'yasizlar. Eng muhimi dimlanmagan. Aka, buni nechta sutga berasiz buni? 10 tadan ko'pi. Bolasidan tashqari 10 litrga garantiya bor. Narxiga qancha aytamiz aka? 24 kami bor. Narxiga 24. Bozor qancha qo'ydi? Bozor 20 million so'm narxi, hurmatli obunachilar. Berishmayotgan ekan shular. 20 million so'm. Obunachilar, narxiga 50 million so'm. Ikkinchi qorini bolasi mana sizlarga simentali ekan. Simentali bolasi, ikkinchi qorini bolasi. 30 litr sutga garantiya beramiz deyapti shunga. Men baytgan jonivor. O'zi ham molam kinnigacha sopdi o'zi ham. Qancha qoldi aka buni? 45. Hurmatli obunachilar, bozor 45 million so'm narxi, shuni berishmayapti. 45 million so'm. Aka, telefon nomeringizni aytavering. 97lik 604 1606. Hurmatli obunachilar, ona bolasiga kerak bo'lsa, hozirgi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bularda sigirlar serob. Mana akam o'zlari kepkali bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shu bilan sekin videoni tugatamiz. Keyingi videomizda qo'zi qo'chqonlarni obzorini qilib beramiz. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Nuriddin Uz kanali bo'ldi. Mana Nazarbiy mol bozorida obzor qildik, hurmatli obunachilar. Albatta videomizni ko'rib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirib ketasizlar. Sog' salomat bo'ling.